Sizning shartnomangizga yana 1 yil qolgan. Rejalaringiz bilan o'rtoqlasha olasizmi? Avvalo Arsenalni, Artetani, uning shtabi va muxlislarini ushbu Premier Ligadagi g'alaba bilan tabriklamoqchiman. Ular bunga to'liq loyiq edi. Shu bilan birga men uchun murabbiy sifatida bu shunday mavsumlardan biri bo'ldiki, biz nazorat qila olmaydigan juda katta qiyinchiliklarni yengib, oxirigacha kurashdik. Men chempionlik uchun so'ngigacha kurashish imkoniyatiga ega bo'lishni juda istardim. Albatta, hammasi ham o'z qo'limizda emas edi, lekin bugun charchoq sezildi. Raqibda ushbu o'yinga tayyorlanish uchun 12 kun bor edi. Bizda esa atiga 3 kun bor edi. 3 kun. Bungacha Crystal Palace'ga qarshi o'yin bo'ldi. Bugun futbolchilarning individual mahorati yetishmadi. Zaxiradan tushgan futbolchilar kerakli turtkini bera olishmadi. Biz o'z tempimizni yo'qotdik. Biz qisqa paslar orqali o'ynashni xohladik, chunki Bournemouthga qarshi hujumlarga yo'l qo'yish juda qiyin. Shu sababli Kovacic, Rodri, Bernardo va markazdagi futbolchilar to'pni nazorat qilishlari kerak edi. Menimcha biz juda yaxshi o'ynadik. Ular bizga gol ura olishmadi. Ikkinchi bo'limda Nikoning vaziyatida imkoniyatimiz bo'ldi. Keyin esa Lionsman bilan bog'liq epizod. Qanday qilib bunaqa qilish mumkin? Erlingning birga bir chiqishi bor edi. Vaziyatni oxirigacha davom ettirish kerak edi. Keyin VAR ko'rardi, lekin u bunga imkon bermadi. Ammo biz nihoyatda ko'p kurashdik. Endi esa keyingi mavsumga tayyorgarlik ko'ramiz. Jamoa boshqaruvida qolishingiz aniqmi? Qarang, men har doim klub bilan muloqot qilaman, lekin hozir emas. 3-4 mavsum oldin ham shartnomamga 1 yil qolganda uni darhol uzaytirmagandik. Avvalo men direktorlar kengashi raisi bilan gaplashishim kerak, tushunyapsizmi? Shundan keyingina rahbariyat bilan birgalikda qaror qilamiz. Agar yana 1 yil qolishga qaror qilsak, hammasini muhokama qilib yakuniy qarorni qabul qilamiz.